Obunachilar, joyilma yangi uy joydan uy izlaganlar bormi? 550 million narxlanayapti mana shu uyimiz. Yosh oilalar uchun. Videoni ko'rishda davom eting, bitta like bosib qo'ying. Uyda общий ko'rinishi mana shu holatda 210 sotikli joyimiz. Darvoza xonadan shunday kirganlaringdan dush, tualet, kladovkasi bor. Burchatkalar yotqizilgan. Hovlini ko'ryapsizlarmi? Chiroyli. Mana hovlisi. Bularda hammasini eshigi, nolari bor. Eshigidan muammo yo'q, eshigini olib qo'yibdi shunchaki bular. Hech kim yashamaydi bu uyda. Mana yerda bitta karavot qo'yib, tashqarida chiroyligina joy qilib qo'ysalaring bo'ladi. Xonalarni hammasi aboy bo'lgan. Xonalarni ham, ichlarini ham hozir ko'rsataman hammasini. Har bittasini aylantirib tomosha qilib chiqasizlar. 5 xonali uyimiz. 210 sotikli joy. Puli 550 million. Obunachilar, uyni ichini ko'ryapsizlarmi mana? Hammasi aboy bo'lgan. 5 ta xonamiz ham bir xilda aboy bo'lgan. Remont zo'r bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomer qoldiraman, narxini kelishasizlar. Kamiga yana teplopol bo'lgan hammasi. Teplopollarni ham ko'rsataman. Oshxonaga bitta oshxona mebel olib kelib bosasizlar bo'ldi. Oshxonalarni ham hozir ko'rasizlar. Bu ham bitta xona, spalni xona qilsalaring bo'ladi. Mana hozir oshxonasini ko'rsataman. Oshxonani ko'ryapsizlarmi? Mana tayyor, kafillangan. Bitta oshxona mebel olib kelasizlarda, joylashtirasizlar. Divan, kreslo, ya'ni stol qilsalangan bo'ladi. Issiq suv, sovuq suvga montaj bo'lgan. Eng zo'r tomoni mana teplopolni montajini ko'rsataman hozir. Teplopolni montajini ko'ringanda sizlar. Teplopol bo'lgan hamma xona. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomerlar bor, gaplashasizlar. Pulidan o'tar qaytarib bo'ladi. 550 deganlar 550 ga bermaydi. Hammalaringga omad. Videoga like bosib tarqatib qo'yinglar, ko'kalar, xudo xolasa yana bitta uyimiz bor. Inglizdan uy olaman deganlar bormi? Kommentariyaga yozib qo'ying, inglizdan bitta uyimiz.